Assalomu alaykum. Butun sonlarimizni ko'rib chiqamiz. Demak, butun sonlar z harfi bilan belgilanadi. Z harfi butun son belgisi. Mana son o'qi. O'rtada 0 bo'ladi. Bu yog'i 1, 2, 3, 4, bu yoqqa x ketadi. Bu yog'i -1, -2, -3, bu yog'i -x ketadi. Mana shular butun son. Ya'ni barcha natural sonlarga qarama-qarshi sonlar va 0 raqamining hammasi yig'ilib butun sonlar to'plamini tashkil etadi. Demak, 1 da qarama-qarshisi -1, 2 da qarama-qarshisi -2, 3 da qarama-qarshisi -3, 4 da qarama-qarshisi -4 bo'lib ketaveradi. Keyin o'rtada 0 bor. O'shalar butun son. Belgisi mana z bo'lyapti. Endi bizga butun sondan masalan -1 da kvadrati berilsa, -1 da qavs kvadrati berilsa, mana qavsda bo'lsa mana kvadrat minusga ta'sir qiladi-da, yutaveradi. Yutaversa nima chiqadi? 1 chiqadi. Agar -1 da kvadrat bilan qavsi bo'lmaydigan bo'lsa, mana kvadrat mana minusga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmasa, demak 1 da kvadrat qilaveradi, 1 da kvadrat mana minus bo'lib turaveradi. Ya'ni butun sonning darajasi bo'lyapti. Yana minus qavsda minus yana qavsda minus 1 da mayli 2-darajasi, mayli 3-darajasi, mayli 4-darajasi bo'lsa, mana shuni hisoblash kerak bo'lsa, 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng bo'lsa, mana 2 ta qavs, mana keyingi qavs. Qaraymiz. Bu ham ichini hisoblash shart emas. Mana 4. 4 degani mana minuslarning hammasini yutaveradi degani. Ya'ni ichidan 1 chiqadi, -1 chiqadi qiziq emas. 4 nima chiqaradi? Musbat chiqaradi. Ya'ni 1 chiqaradi. Bundan buyog'i nima chiqdi? 1 chiqdi. Mana 4 mana minusga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi degan o'sha minus qoladi. Demak, oxir javob nima bo'ldi desa, -1 bo'ldi bo'ladi. Keyin yana minus yana -1 bo'lsa, mana darajasi 2 bo'lsa, 3 bo'lsa, 4 bo'lsa, 5 bo'lsa, 6 bo'lsa, masalan. Bu mana ikkalasi qavs, keyingi ikkitaligi mana, keyingi ikkitaligi mana, keyingi ikkitaligi bu, keyingi ikkitaligi bu, mana. Ya'ni 6. Mana 1. 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. Demak, mana ichidan +1 chiqishi aniq. +1 chiqishi aniqligini qayerdan bilamiz? Ya'ni 6 ligidan bilamiz. Keyin mana oldida nimasi bor? Minusi bor. Demak, bu ham nima chiqadi? -1 chiqadi. Agar toq bo'ladigan bo'lsa, -1. Xo'p, keyin darajasi 2, darajasi 3, darajasi 5 bo'ladigan bo'lsa, endi bu ikkalasi bo'lyapti. Bunda hisoblab ko'rish kerak. Nega desa 5, bu minus yutmaydi. Demak, -1 da kvadrati nima deb hisoblaymiz? -1 da kvadrati 1. Kvadrat minus yutadi 1. Keyin altdan minus ta'sir qiladi -1. -1 da kubi nima desa -1. Chunki kub yutmaydi -1. Keyin tashqaridan minus ta'sir qiladi, +1 bo'ladi. 1 da 5 1 bo'lyapti. Keyin altdan minus bilan -1 bo'lyapti yana. Endi shunga o'xshagan misollar beriladi, shunaqa qilib ishlaymiz. Yana masalan 3 ayrilgan 5. Xo'p, keyin 5 ayrilgan 7. Keyin 7 ayrilgan 9, keyin 9 ayrilgan 11 ko'rinishdagi misollar berilsa, ayiramiz mana. 3 dan 5 ta ayirsak nima chiqadi mana? -2 chiqadi. 5 dan 7 ni ayirsak nima chiqadi yana? -2 chiqadi. 7 dan 9 ayirsak yana nima chiqadi? -2 chiqadi. Xo'p. Endi 9 dan 11 da ayirsak ham -2 chiqadi. Endi bunaqadan nechta bo'lyapti jami? 4 ta bo'lyapti. Demak, ishlanishi 4 dan -2 bo'ladi. 4 ko'paygan -2. 4 ko'paygan -2 degani -8. Endi men 4 ta deb tushuntirdim. Bu 50 ta bo'lishi ham mumkin. 50 ta bo'lsa 50 ko'paygan -2 bo'ladi. 100 ta bo'lsa 100 ko'paygan -2 bo'ladi va hokazo. Endi butun sonlarni ko'paytirish bo'lishi haqida hop to'xtalib o'tamiz. Mana plus songa ko'paytirsak plus sonda javobi ham plus chiqadi. Plus songa ko'paytirsak minus sonda javobi minus chiqadi. Hop, minus songa ko'paytirsak plusni javobi minus chiqadi. Minus songa ko'paytirsak minusni javobi mana plus chiqadi. Masalan, mana 3 ko'paygan 4, ikkalasi ham musbat son, mana 12 ham musbat son bo'lib chiqadi. Keyin 3 ko'paygan -4 bo'ladigan bo'lsa, buni javobi 3 kere 4 12, keyin plusga minus bo'lgani uchun -12 bo'ladi. Keyin bunisi -3 ko'paygan 4, ya'ni birinchisi manfiy, keyingisi musbat bo'lyapti mana. Bu ham -12, ya'ni javobi oxir manfiy chiqyapti. Keyin -3 ga -4 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 12 bo'ladi. Minusga minus plus bo'lib ketadi ko'paytirgan vaqti. Keyin bo'lishda ham xuddi shunday. Bu ko'paytirish edi. Bo'lish. Xo'p, plusni bo'lamiz plusga desa, javob yana plus chiqadi. Mana shu bilan bir xil. Plusni bo'lamiz minusga desa, javob minus chiqadi. Minusni bo'lamiz plusga desak, javob yana minus chiqadi. Minusni bo'lamiz minusga desak, bu ham javob plus chiqadi. Ya'ni mana bu bilan bir xil. Xo'p, 8 ni bo'lamiz 2 ga desa, mana javob 4. Ikkalasi musbat, javobi ham musbat. Bunisida 8 ni bo'lamiz -2 ga deyilsa, javob -4, ya'ni manfiy chiqadi. Keyingisida
minus 8 ni bo'lamiz 2 ga deyilsa, bu ham minus 4 chiqadi. Ha, keyingisi minus 8 ni bo'lamiz minus 2 ga deyilsa, bu plus 4 chiqadi. Ya'ni minus minus plus bo'lib ketgan bo'ladi. Misol ko'ramiz, oddiy misol mana. Minus 8 qo'shilgan 6 bo'lingan minus 2 ayrilgan 2 ko'paytirilgan minus 11 degan savol kelsa bizga, mana shunaqa savol kelsa, ishlaymiz mana. Hop, minus 8 ga teginmaymiz, joyi turaveradi. Birinchi bo'lishni bajaramiz. 6 ni bo'laman minus 2 ga, ya'ni plusni bo'laman minusga bo'lsa minus chiqadi. Demak, 6 ni 2 ga bo'lsam 3, plusga minusni bo'lganim uchun minus 3. Keyin minus 2 ga minus 11 ni ko'paytirsam bu plus bo'lib ketadi. Minusga minus ko'paytirsa plus bo'lib ketadi. Demak, plus 22. Endi minus 8 minus 3 degan mana minus 8 minus 3 bo'lsa, ikkalasi qo'shiladi. Mana qarz deb olsak bo'ladi. Mana 8000 qarz, 3000 qarz, jami qarz 11000. Minus 11 qo'shamiz 22. Bu degani men 22 dan 11 ni ayir degan bilan bir xil. 22 dan 11 ni ayirsak, demak javob 11. Endi yana bitta shunaqa misol ko'ramiz mana. Minus 10 ayrilgan 6 bo'lingan xo'p 3 ayrilgan 3 ko'paytirilgan minus 4 qo'shilgan xo'p minus 2 ning kvadrati. Mana shuni ishlamoqchi bo'lsak, minus 10 turaveradi joyida. Mana 6 ni 3 ga bo'lsak necha? 2. Keyin mana minusni plusga bo'layotganimiz uchun minus 2 bo'ladi mana. Keyin minus 3 ga minus 4 nima bo'ladi? Plus 12 bo'ladi. Keyin mana minusni mana kvadrat yutaveradi. 2 ning kvadrati necha desa plus 4 bo'ladi. Endi hisoblaymiz. Mana 10000 qarz, 2000 qarz, jami qarz qancha? 12000. Demak, minus 12 bo'lyapti. Mana ikkalasini hisoblasa, minus 12. Bu plus 12. Qo'shilgan 4. Mana minus 12 bilan plus 12 qisqarib ketadi, ya'ni ayrilib ketadi. Javob necha qoldi desa 4. Tamam. Ya'ni shunaqa oddiy bo'ladi misollar.